Sizga sirli quti ochmasligingiz uchun sizga pul taklif qilaman. 4000 so'm taklif qilaman aka, sirli quti yoki pul. Sirli quti? Sirli quti. Bo'ldi. Aka 10000 so'm qo'shdim, 14000 bo'ldi. Sirli quti yoki pul. Sirli quti. Sirli quti. Siz zajman chiqib olish mumkin aka. Mayli. O'ylab ko'ring. Omad. Peshona omad. Hozir bitta ko'rib olaylik aka. Ha, bismillahirrohmanirrohim. Aka sirli quti yoki 165 ming so'm pul. Sirli quti bo'larsa. Sirli quti o'ylab ko'ring aka. Sirli quti bo'larsa. Sirli quti. Aka men sizga yana 100 ming so'm qo'shdim. 255 ming so'm bo'ldi. Pul tanlasam sirli quti ochib ko'rsataman. Kechasiz, ha. Nima tanlasa bo'larkan? Qaysini narsa tanlaysiz? chiqadi? Bitta zajim yoki 100 dollar yoki qimmatbaho narsa. Dubayga yo'llanmagan solgan bo'lishimiz. Hamma narsa planingiz bor. Bitta zajim, bitta germetika. Faqat Avstraliyaga ortga yo'l yo'q bo'ladi. Bu yoki bu qaysi bo'ladi? Pul bo'lmasa. Pul. Pul ketsa. Akamiz sirli qutini olmaymiz deyishdi. 255 ming so'm pulimizni tanlashdi. Aka, sanab olasiz. Agar pulni va sirli qutini tanlagan bo'lishganda akamiz 264 ming aka. ha. Akamiz Termizga yetib olishgan bo'lardi. Omadlar keldi. Tabriklaymiz aka. Rahmat katta. Sog' bo'ling, yaxshi kunlarga ishlating.